Ota-onam va yaqinlarimni shu kunlarda Umra safariga jo'natmoqchiman. Narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa litsenziyaga ega bo'lgan firma Hikmat Travel'da ofisiga yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshlamizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalar, Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz obunachilar uchun reyslar narxlarini tushuntirib bersiz aka, to'lov masalalari qanaqa, sharoitlar qanaqaga borishgandan keyin hammasi haqida to'liq ma'lumotni bersiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kunlaridan boshlaymiz bo'lmasam. Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha avgust oyidagi reyslarimiz kunlari 20 va 27 avgust kunlari bor. Buni narxini $975 qilib beramiz. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz ham bor. 15 avgust kuni uni ham narxini $975 qilib beramiz. Xo'p, Namangan Madina reysi bo'yicha sentyabr oyiga qo'yilgan reyslarimiz kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-sentyabr va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan xudo xolasa. Buni narxini $975 qilib beramiz. Xo'p, Toshkentdan uchadigan obunachilarimiz uchun Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha avgust oyida qo'yilgan reyslarimiz kunlari 15 avgust, 16, 22, 23, 28, 29 avgust kunlaridagi reyslarimizni narxini $960 qilib beramiz xudo xolasa. Xo'p, sentyabr oyiga Toshkentdan boraman deydigan obunachilarimiz uchun 4-sentyabr kuni va 5-sentyabr, 6, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $960 qilib beramiz xudo xolasa. Zo'r, o'zlarini telefon qilib joylarini bron qilsa bo'ladi. Bemalol. Aha, endi aka, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka sizlarda? To'lov masalalari xohlasangiz onlayn joylarni bron qilinglar. Mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Zagram pasportlarini tashlab bersalaring, jindekkina rasmiy hisob raqamlar beramiz. Bank orqali shotga zakolat tashlaysizlar, bo'ldi. Qolganini aeroportda hisob kitob qilaverasizlar. Yoki bo'lmasam, ofislarimizga kelsalaring, ofislarimiz Farg'onada bor, Andijonda bor, Toshkentda bor. Ofislarimizga rasmiy kassalarimizga to'lov qilib, kvitansiyalarni olib ketsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap yo'q. Endi aka, sharoitlar tushuntirib bersak. Xo'p bo'ladi. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gostinitsalarimiz joylashuvi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Xo'p, joylashuvlar 4 kishilik yoki 5 kishilik joylashuv bo'ladi. 4 yulduzli bo'ladi gostinitsalarimiz. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, 50 bosh xizmati aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Keyin qaytishda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Firma tomonidan kamzil so'mka bejig ham beriladi xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylarini bron qilishlari mumkin. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.